Darvoza yo'qsa qoladi sizga. Polni sifatlarini, materiallarni tekshirib olasiz. Darvozani zakletini ham nazorat qilamiz. Ko'nglingizga narsa chiqmaydigan bo'lsa. O'zgarmish komandasi kuzatuvchilari mana shu joyimizga juda ham neobычный kurtoy varianti bo'lgan taxtali fason darvozamizga listdan yasab qo'ygandik. Rasmlarni qo'yib qo'yaman. Razmer o'lchashga Bog'istonga kelganmiz. Darvozamizning razmeri 4.5 ga 3.60 razmerda tunka follarni razmerini chiqarib, yer uklonni chiqarib razmer o'lchadik. Xudo xohlasa darvozamiz bitgandagi to'liq obzorlarni qo'yamiz. Mana shu Farhod aka, xudo xohlasa biz anchadan beri kuzatar ekanlar. Aka, necha yildan beri kuzatasiz bizni darvoza kanalimizni? 2-3 yildan kuzatib yuramiz. O'sha aytganimizdek aka, darvoza yo'qsa qoladi sizga. Polni sifatlarini, materiallarni tekshirib olasiz. Darvoza yoqqandagi pulsani aytasiz. Bo'lmasa biz aytamiz, ko'pchiligiga bilasiz, darvozani zakletini ham nazorat qilamiz. Ko'nglingizga narsa chiqmaydigan bo'lsa. Xudo xohlasa bemalol biz bilan aloqaga chiqadigan bo'lsani, lavzdan chiqib, cho'tka variantda avtomobilikatsiyaga ishlab beramiz inshaalloh. Kuzatishni davom etinglar, like bosib, kommentariy yozib, xudo xohlasa kanalga obuna qo'yadigan bo'lsani, O'zbekistondagi eng sifatli darvozalarni sizlarga taqdim qilamiz.